Assalomu alaykum o'rtoqlar. Mana xudo xolisa navbatdagi kachog'imizdan yig'ish jarayonida turibmiz. Bu kachog'imizda universal kachog' hisoblanadi, ya'ni gaz, xomir, o'tin, elektr tokida isitib berishga mo'ljallangan kachog'imizda. Kachog'imizga doimiy ishlatiladigan mahsulotlar bu 3 mm qalinlikdagi rossiyskiy garachilisk va 25 diametrdagi rossiyskiy beshlovni turibadi. Turibadi faqat bu kachog'imizda pastki qismda bo'ladi. Asosan papkalardan ishlaydi kachog'imizda. Kachog'imizni hozir proverka jarayonida turibmiz, ya'ni suv to'ldirib qo'yganmiz. Kachog'imizni ichkadan bitta ichki qismini tekshirib olishga mana bunaqa suv solingan turadi. Assalomu alaykum o'rtoqlar. Mana xudo xolisa navbatdagi buyurtma qilingan kachog'imizdan tayyor holatga keltirib oldik. Bu kachog'imizda 150-200 metr kvadrat joylarni tabiiy gazda va ko'mir, o'tin va elektr tokida isitib berish uchun mo'ljallab yasaldi. Kachog'imizga ishlatilgan mahsulotlar bu 3 mm qalinlikdagi rossiyskiy garachilisk va 25 diametrdagi rossiyskiy beshlovni turibadi. Gaz va garovga qo'yish uchun mo'ljallangan xonasi. Bu yoqda o'tin va ko'mir solish uchun mo'ljallangan xonasi. Jarat bo'yni qo'yilgan. Kachog'imizning eshigi deformatsiya bo'lishini oldini olish uchun va ruchka qizib ketishini oldini olish uchun. Bu yoqda esa tozalab turish uchun kachog'imizning mo'ljallangan xonasi. Bu eshik doim ochib yopish shart emas. Germetishni yopilishini ta'minlash uchun azbizli arqonlardan foydalanganmiz. Kuymaydigan arqonlardan germetishni yopiladi, tutun sizib chiqishini oldini olish uchun. Kachog'imizning 4 tala burchaklari ham buklangan holatda bo'ladi. Faqatgina old taraflarida shof tushgan ko'rib turishingiz mumkin. Va zaklevkalar berib chiqilgan. Bu kachog'imizning issiqlik va bosim natijasida deformatsiya bo'lishini oldini olish uchun. Buyurtmada bo'lsa bemalol buyurtma qilsalar, pastda telefon raqamlarini yozib qoldiramiz. Har xil turdagi, har xil kvadrat turdagi mo'ljallangan kachog'larni yasab berish imkoniyati bor.